Elmurod do'stimizni tabriklab qo'yay. Jonli efir orqali Erik Haydar. Ishonmadim, jonli efirda hamma joyda reklamalar chiqdi-yu. Elmurod Haqnazarov o'shada boshqasi tayyorlanib yurganini ko'rgandim. Endi bu sport turiga umuman qiziqmaganligim uchun, hattoki to'g'risi sport turi deb qabul qila olmaganligim uchun uncha e'tibor bermayotgan edim. Qayerdadir chiqib qoldi Telegramda. Kirdimda, ishonasizmi? Hani Oynay jahondan uzilib, shuni jangini ko'rdim. Endi chiqib kelayotgan paytiga to'g'ri keldi. Ishoning, hatto Habib Nurmagomedov, yana boshqalari manaman deganlar urushgandan ko'rmaganman, lekin bu juda qiziq tuyuldi menga. Birinchidan ancha yillardan beri mashg'ulot qilib yurganini bilardim, lekin baribir qiziqchi bo'lganligi uchun, yumorist bo'lganligi uchun ozgina hazil aralash ketyapti deb o'ylagandim. Rostdan jang qilyapti, rostdan urushyapti va oxiri yutib oldi. Endi bu yoqqa jiddiylashib ketganini ko'rdik va raqibi rossiyalik sportchi ekanligidan va u yutqizgandan chandon xursand bo'ldim va tabriklab qo'ymoqchiman. Qoyil. Bir odam misol uchun harakat qilib, mayli u sport turi haqida emas fikrim, lekin butunlay boshqa olamga kirib turib, o'sha olamda mashqlar qilib turib, o'sha bor kuch g'ayratini mana shu maydonga chiqib sarflash har kimga emas. Qoyil qoldim. Qoyil qolganligim uchun ham boshida aytib ketyapman. Xo'p, mayli. Erik Haydarni tabriklaymiz. U yerda Erik Haydar urushda yo'q, menimcha. Elmurodga yordam berib yubormasa Erik yutolmasdi. Elmurod yutolmasdi.